Hozir ko'zingizni yumib tasavvur qiling. Siz kelajakda yashayapsiz. Hamma joyda elektromobillar, havoda harakatlanuvchi transportlar, sun'iy intellekt barcha muammolarni hal qilyapti. Telefoningiz shunchalik kuchliki, u hatto sizdan ham aqlliroq. Bunday dunyoda hamma narsa oson va tezkor. Hech qanday resurs yetishmovchiligi yo'q. Hech qanday siyosiy qarama-qarshiliklar yo'q. Biroq endi tasavvur qiling. Siz bu dunyoda emas, balki o'zingizning kelajagingizga qaytyapsiz. Elektromobillar qimmat, chunki litiy va nikel kamayib bormoqda. Telefonlar va kompyuterlar narxi oshgan, chunki platina va palladiy tanqis. Yangi texnologiyalar chiqmoqda, lekin resurslar cheklangan. Muammo resurslar tanqisligida. Bugungi dunyoda yerdagi muhim resurslar tezda tugayapti. Litiy elektromobillar va batareyalar uchun asosiy resurs. Kobalt sun'iy intellekt va kvant kompyuterlar uchun muhim. Platina, palladiy, nikel yuqori texnologiyali qurilmalarda qo'llanadi. Agar hozirgi qazib olish sur'ati saqlansa, litiy 2040-yilga kelib tugaydi. Kobalt 2050-yilgacha juda kamayib ketadi. Platina va palladiy kabi metallar kelgusi 50 yil ichida haddan tashqari qimmatlashadi. 20-asrdagi ko'plab nizolar neft manbalari uchun bo'lgan. Kongo urushi kobalt va litiy uchun kurash bo'lsa, Qora dengiz, Janubiy Xitoy dengizi, Arktika bu yerlardagi resurslar uchun davlatlar o'rtasidagi ziddiyatlar keskinlashib bormoqda. Bu shunchaki tarix emas. Kelajakda resurslar uchun urushlar yanada kuchayishi mumkin. Kelajakda buni qanday hal qilish mumkin? Navbatdagi qadam kosmosga qarash. Shuning uchun olimlar va muhandislar navbatdagi yo'lni fazoda qidirmoqda. Ko'pchilik buni fantastika deb o'ylashi mumkin, lekin bugungi kunda bu haqiqatga aylanmoqda. Ammo bu qanday ishlaydi? Qanday resurslar bor va ularni qanday qazib olish mumkin? Shu savollarga javob berish uchun asteroidlar haqida ko'proq bilishimiz kerak. Fazoda harakatlanayotgan millionlab osmon jismlari orasida asteroidlar alohida ahamiyatga ega. Bular shunchaki kosmik toshlar emas. Ular oldingi sayyora shakllanish jarayonida qolgan qoldiqlar. Bir necha milliard yillar avval Quyosh tizimi yangi shakllanayotganda ayrim ulkan jismlar birlashib sayyoralarga aylangan. Boshqalari esa shakllanish jarayonida parchalanib ketgan. Ross Foundation, building smarter today for a better life and a stronger society tomorrow. Aynan shu parchalar asteroidlar deb ataladi. Olimlar asteroidlarni asosan 3 ta yirik mintaqaga ajratishadi. Mars va Yupiter o'rtasidagi asosiy asteroid kamari, bu yerda millionlab asteroidlar mavjud. Ulardan ba'zilar juda katta bo'lib, hatto mini sayyoralarga teng keladi. Trayan asteroidlar. Ular Yupiter va boshqa sayyoralar orbitasi bilan birgalikda harakat qiladi. Ular g'oyatda uzoq va ulardan resurs qazib olish hozircha samarasiz. Har bir asteroid tarkibi bo'yicha bir-biridan farq qiladi. Olimlar ularni 3 ta asosiy turga ajratishadi. C-type ko'mirsimon asteroidlar. Ular Quyosh tizimidagi eng ko'p uchraydigan asteroidlardir. Tarkibida ko'mir va organik moddalar mavjud. Bu asteroidlardan suv va karbonatlar qazib olish mumkin. S-type toshsimon asteroidlar. Ular silikat va temir-nikel qorishmalaridan iborat. Bu asteroidlardan temir va nikel qazib olish mumkin. M-type metal asteroidlar. Eng noyob va qimmatbaho metallar bilan to'lgan asteroidlar. Platina, nikel, oltin va palladiy kabi yuqori qiymatli elementlar aynan shu turdagi asteroidlarda mavjud. Hozirgi texnologiyalar bilan Yerga yaqin asteroidlar eng yaxshi variant hisoblanadi. Ularning orbitasi Yerga nisbatan yaqin, bu esa ularga missiya yuborishni osonlashtiradi. Ular orasida metal va toshsimon asteroidlar juda ko'p. Bu esa qazib olish salohiyatini oshiradi. Ayrim olimlar hatto ushbu asteroidlarni orbitada turib qayta ishlash mumkinligi haqida bahs yuritishmoqda. Bu asteroidlar nafaqat fazoviy tadqiqotlar uchun, balki yer iqtisodiyoti uchun ham katta ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Ammo bu asteroidlarda qanday qimmatbaho resurslar bor va ular Yer uchun qanday foyda keltirishi mumkin? Yerdagi tabiiy resurslar tez tugamoqda. Elektromobillar, kvant kompyuterlar, raketa texnologiyalari, bularning barchasi noyob va qimmatbaho metallarsiz mavjud bo'la olmaydi. Ammo bu metallarning katta qismi juda kam va ularni qazib olish ekologik va iqtisodiy muammolarni keltirib chiqaradi. Yerdagi metallarga bo'lgan talabni qondirish uchun olimlar va muhandislar fazodagi yangi resurs manbalarini o'rganmoqda. Va bu manba asteroidlar. Asteroidlar tarkibida yer sanoati uchun zarur bo'lgan metallar bor. Ular orasida platina. Katta miqdordagi platina asteroidlardan qazib olinsa, uning yerdagi narxi sezilarli darajada tushishi mumkin. Bu elektronika va tibbiy texnologiyalar rivojiga katta turtki beradi. Nikel va kobalt bu ikki metal elektromobil sanoati uchun juda muhim. Agar kobalt va nikel asteroidlardan olinsa, bu elektr batareyalarning arzonlashishiga olib keladi.
Oltin va palladiy bu metallar chiplar, kvant kompyuterlar va sun'iy intellekt tizimlarida qo'llaniladi. Agar asteroidlardan oltin va palladiy yerda qo'llansa, yuqori texnologiyali qurilmalar arzonlashadi. 2025-yil 4-mart holatiga ko'ra quyidagi metallarning bozor narxlari: platina $31,670 kilogramm uchun, nikel $15,940 tonna uchun, kobalt $23,987 tonna uchun, oltin $93,600 kilogramm uchun. Ross Foundation, building smarter today for a better life and a stronger society tomorrow. Bitta katta asteroidda milliardlab tonna nikel, platina va oltin borligi taxmin qilinmoqda. Masalan, 16 Saki nomli asteroid tarkibidagi metallarning umumiy qiymati $10,000 kvadrillion ga baholangan. Eros 433 asteroidi Yerdagi barcha oltin va platina zaxiralaridan ko'proq resursni saqlaydi. Agar bu metallarning bir qismi Yerga olib kelinsa, noyob resurslarga bo'lgan talab pasayadi, narxlar tushadi va iqtisodiy rivojlanishga katta ta'sir ko'rsatadi. Asteroidlardan qazib olish Yerdagi resurs tanqisligini kamaytiradi. Bu esa smartfonlar, kompyuterlar, elektromobillar va sanoat mahsulotlari narxlarini tushiradi. Ekologik foyda: Yerdagi shaxtalar va konlar tabiatga ulkan zarar yetkazadi. Asteroidlarda qazib olish orqali bu ifloslanish kamayadi va o'rmonlar yo'q bo'lishining oldi olinadi. Buning natijasida yer iqtisodiyoti barqarorlashadi, texnologiyalar arzonlashadi, resurslarga bo'lgan raqobat kamayadi. Biroq buni amalga oshirish uchun asteroid qazib olishning haqiqatan ham imkoniyati mavjudmi? Bu qanday ishlaydi? Asteroid qazib olish bu hali boshlanmagan fan emas. Bu yo'nalishda ilk qadamlar qo'yilgan va ilk missiyalar allaqachon fazoda amalga oshirilgan. Bugungi kungacha asteroidlardan namunalar olish va ularning tarkibini o'rganish uchun bir necha yillik missiyalar amalga oshirilgan. Keling, ularni tahlil qilamiz. 2016-yilda NASA OSIRIS-REx nomli missiyani ishga tushiradi. Bu apparat asteroid Bennuga yetib borib, u yerdan namunalar olish uchun yuborilgan. 2020-yilda OSIRIS-REx asteroid yuzasiga tushib, undan tuproq va tosh namunalarini yig'di. Bu birinchi marta asteroiddan to'g'ridan-to'g'ri namuna olib, uni Yerga qaytarishga urinish edi. Ushbu missiya orqali asteroidlar tarkibi, ulardagi resurs haqida aniq ma'lumotlar olindi. Asteroid qazib olish jarayoni uchun texnik tajriba yig'ildi. 2023-yilda OSIRIS-REx Yerga qaytdi va asteroiddan olingan birinchi tuproq namunalarini yetkazib berdi. Bu qazib olish texnologiyalari uchun juda katta qadam bo'ldi. OSIRIS-REx missiyasidan oldin Yaponiya Hayabusa ikkinchi missiyasi ishga tushirilgan edi. 2014-yilda ishga tushirilgan bu apparat Ryuga asteroidiga yetib borib, u yerda qazib olish texnologiyalarini sinovdan o'tkazdi. U asteroid yuzasiga kichik snaryad otib, u yerdagi yuza qatlamini buzdi. Bundan keyin chuqur qatlamdan namunalar to'plandi. 2019-yilda Hayabusa ikkinchi namunalarni Yerga qaytardi. Bu birinchi marta asteroidning tub qatlamidan tuproq olishga muvaffaq bo'lgan missiya bo'ldi. Bu missiyadan birinchi real saboq: asteroid qazib olish mumkin. Bu fan emas, real imkoniyat. Bugungacha asteroid tadqiqotlari asosan davlat agentliklari tomonidan amalga oshirilgan, lekin bu yo'nalishga xususiy kompaniyalar ham kirib kelmoqda. SpaceX asteroidlarga yuk tashish va missiyalarni qo'llab-quvvatlash uchun yordam beradi. Blue Origin fazodagi resurs qazib olish stansiyalarini yaratish loyihalarini o'z ichiga oladi. Astroforge va Planetary Resources asteroid qazib olishni tijoriy yo'nalishga olib chiqish rejalarini taklif qiladi. Yaqin 10-20 yil ichida asteroid qazib olish bo'yicha real tijoriy missiyalar boshlanishi mumkin. Bu nafaqat fazoviy tadqiqotlar, balki jahon iqtisodiyoti uchun ham yangi davrni boshlaydi. Asteroid qazib olish hali faqat konsepsiya emas. Bu sohada ilk missiyalar muvaffaqiyatli amalga oshgan. Ross Foundation, building smarter today for a better life and a stronger society tomorrow. Endi 2030-yilgacha quyidagi yirik loyihalar amalga oshirilishi kutilmoqda. NASA Saki missiyasi 2023-yil ishga tushgan metal asteroidni tadqiq qiladi. ESA Hira missiyasi asteroidni boshqarish va uning yuzasini tahlil qiladi. SpaceX va xususiy kompaniyalar birinchi real qazib olish apparatini yuborish loyihasi. Kelgusi 10 yilda asteroid qazib olish texnologiyasi to'liq ishlab chiqilishi va amalga oshirilishi mumkin. Bu nafaqat fazoviy tadqiqot, balki Yerdagi iqtisodiy inqilobni boshlaydigan jarayon. Keyingi qismda asteroid qazib olish qancha daromad keltirishi mumkin, uning iqtisodiy potensiali qandayligi haqida gaplashamiz. Har qanday texnologiyaning oqibatlari bo'ladi. Asteroid qazib olish g'oyasi juda umidbaxsh, ammo bu jarayon insoniyat va tabiatga qanday ta'sir qilishi mumkin? Bu hali hech kim to'liq o'ylab ko'rmagan savollardan biridir. Hozirgi kunda Yerdagi resurs qazib olish eng katta ekologik muammolardan biri. Konlarning kengayishi, o'rmonlarning kesilishi va tuproqning degradatsiyasiga olib kelmoqda. Toksik chiqindilar daryolar va tuproq ifloslanishiga olib kelmoqda. Ko'mir va neft sanoati havo ifloslanishi va iqlim o'zgarishiga olib kelmoqda. Asteroid qazib olish bu muammolarni kamaytirishga yordam berishi mumkin. Chunki fazoda qazib olish Yerdagi ekotizimga ta'sir qilmaydi. Toksik chiqindilar yer atmosferasiga kirmaydi. Odamlar shaxtada ishlash xavfidan xalos bo'lishadi.
Bu fantastika deb eshitilsa ham, bu texnologiya Yerni himoya qilish uchun amalga oshirilishi mumkin. Biroq, bu yerda jiddiy savol tug'iladi. Asteroidlarning harakatiga ta'sir qilish qayergacha xavfsiz? Agar asteroid orbitasini o'zgarsa, bu Yer uchun xatar tug'diradimi? Agar asteroid to'g'ridan-to'g'ri Yerga yo'naltirilsa, bu yangi turdagi qurolga aylanishi mumkinmi? 2022-yilda NASA DART missiyasi ilk marta asteroid orbitasini sun'iy o'zgartirishga muvaffaq bo'ldi. Bu kelajakda asteroidlardan resurs olish jarayonida ularning harakatini boshqarish imkoniyatini oshiradi. Biroq bu texnologiyaning harbiy va xavfsizlik oqibatlari ham jiddiy muhokamani talab qiladi. Kelajakda asteroidlardan resurs qazib olish uchun davlatlar va xususiy kompaniyalar o'rtasida huquqiy nizolar yuzaga kelishi mumkin. Hozirgi kunda fazo qonunchiligida asteroidlar kimga tegishli degan savolga aniq javob mavjud emas. Agar bir kompaniya asteroiddan resurs olsa, bu uning xususiy mulki bo'ladimi? Yirik davlatlar asteroidlarni monopoliyaga olib qo'yishi mumkinmi? Kambag'al davlatlar fazoviy resurslardan foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladimi? Xalqaro fazo qonunchiligi hozircha bu savollarga aniq javob bermaydi. Bu esa kelajakda davlatlar va xususiy kompaniyalar o'rtasida katta iqtisodiy va siyosiy raqobatga olib kelishi mumkin. Bu texnologiya insoniyat uchun ulkan imkoniyat, lekin u bir vaqtning o'zida yirik xavflarga ham sabab bo'lishi mumkin. Agar asteroidlar qazib olish sanoati noto'g'ri boshqarilsa, bu yangi iqtisodiy va siyosiy mojarolarni keltirib chiqarishi mumkin. Agar bu jarayon faqat boy davlatlar nazoratida bo'lsa, resurslar yanada noteng taqsimlanishi mumkin. Agar asteroidlarning harakatiga ta'sir qilinsa, bu yer xavfsizligiga ham ta'sir qilishi mumkin. Kelajakda asteroid resurslari haqida nafaqat iqtisodiy, balki ekologik va axloqiy nuqtai nazardan ham muhokamalar olib borilishi zarur. Bu texnologiyalar haqiqatan ham Yerni saqlab qolishi mumkinmi? Bu haqida keyingi qismda muhokama qilamiz.